إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Barliq hamd sana alemlerinin perverdigarı Allah'a xasdır. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge, aile azalarıga, sahabelerge ve o zatga güzel ahlak bilen ergeşken barliq mümin Müslüman qarindoshlarga Allah'ın salamı ve berekatı bulsun. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz mümin Müslüman qarindoshlar, bugün biz 40. çoğun günah minnet qilish haqida to'xtalib o'tamiz. Aziz qarindoshlar, mana bu hayoti dunyoda insanlar bir-biriga yaxshilik qiladilar. Ammo ba'zi bir insonlar o'zining qilgan yaxshiligini boshqa insonlarga minnat qiladi. Men uningga undaq qildim, men bundaq qildim deb. Mana bu narsaning gunoh ekanligi haqida biz to'xtalib o'tmoqchimiz. Madamiki biz mu'min musulmon ekanmiz, biz qilayotgan barliq ishlarimizni faqat va faqat Allah Teala'nın razılığı için kılmağımız lazım. Şunun için aziz qarindoshlar, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 264. ayetinde mundaq deydi. Estaizu billah. Ya eyyuhellezine amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni vel aza. Ey iman keltirgan mu'minlar dedi. La tubtilu sadaqatikum, yana bergan sadaqanglarni yo'q qilib etmanglar, bil manni, minnat qilish bilan, val aza, aziyat yetkizish bilan bergan sadaqanglarni yo'qqa chiqarib etmanglar ey mu'min musulmonlar dedi Alloh taolo. Biz kimgiki bir yaxshilikni qiladigan bo'lsak, faqat Allah'ın razılığı için kılmağımız lazım. Meni insanlar andaq yaxshilik qiladigan insan ekan desin, mandaq insan ekan desin degan niyat bilan qiladigan bo'lsak, aziz qarindoshlar, bu qilgan sadaqamizning, bu qilgan yaxshiligimizning hech qandaq mukofotini ala olmaymiz aziz qarindoshlar. Shuning uchun nimaki yaxshilik qiladigan bo'lsak, nimaki sadaqa qiladigan bo'lsak, faqat va faqat Allah Teala'nın razılığını közlegen halda kılsak, mana bu çağda biz haqiqiy mu'min musulmonlik sifatiga ega bo'lgan bo'lamiz aziz qarindoshlar. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem hadislardan birida mundaq deydi. Salasatun la yukallimuhumullahu ve la yanzuru ilayhim yawmal qiyamah dedi. Üç türlük insan bilen Allah Teala gepleşmeydi dedi. Ve şunun bilen birgelikte o insanga kıyamet günü rahmet nazarı bilen hem karamaydı dedi. Yani Allah'ın rahmetine erişelmeydiğen üç türlük insan var dedi. Bu insanlar bilen Allah Teala gepleşmeydi dedi. Ve şunun bilen birgelikte rahmet nazarı bilen hem karamaydı. Demek rahmet nazarı bilen karamaz iken Allah'ın gazabıga yo'liqadi o insanlar degan bo'ldi.
Madamiki Allah g'azab qilar ekan, Allohning qo'l ilkidan u insonni kim ham qutuldira olishi mumkin aziz qarindoshlar. Shuning uchun bunga diqqat qilmag'imiz lozim. Wala yuzakkihim dedim. O insonlarning hayoti dunyoda qilgan gunohlarini ana shu qiyomat kuni Alloh taolo poklamaydi dedi. Gunohini afv qilmaydi o uchtirlik insonning dedi. Walahum azabun alim. Mana bu uchtirlik insonga bakmi qattiq azob bordir o kunda dedi. Undaqda o uchtirlik inson kim aziz qarindoshlar? Birinchisi el-musbil dedi. Kiyimini uzun kiyib yurgan inson dedi. Yani kibrlik yüzüden ve başka yüzüden kiyimlerini yerde söylep uzun kiyip yürüdüğün insanlar bilen Allah Teala gepleşmeydi, rahmet nazarı bilen karamaydı, o insanını günahtan paklamaydı ve o insanga dehşetlik azap vardır dedi. Ularning birisi kiyimini uzun kiyip yerde söylep özünü men deb kibirge ketib yürüdüğün insan dedi. İkincisi el-mennan dedim. Bergen narsasini minnet qiladigan inson. Men uningga uni bergandim, men buningga buni bergandim. Uningdan hech bir yaxshilik ko'rmadim. Hatto rahmat degan gapni ham aytib qo'ymadi deb bu ming afsuski ko'plagan insonlarda bu narsa bor. Masalan bir insonga bir yaxshilik qilgan bo'lsak, mabada o insondan yaxshilik kelmadi. Tasaddibi bizga yomonlik kelib qolgan taqdirda darhol biz qilgan yaxshiligimizni o insonning yuziga, chiroyiga so'zlaymiz. Men senga anda yaxshilik qilgan edim, sendan kelgan vafo mashimi qarindishim deymiz. Mana bu gaplar durust emas aziz qarindoshlar. Har qanday holatda bo'lishidan qat'iy nazar biz sabr qilmag'imiz lozim. Mana bu achchiqni ichimizga yutishimiz lozim. Shunda biz Allohning ko'zlagan mu'min bandalaridan bo'laymiz aziz qarindoshlar. Uchinchisi vel munfiq silatahu bil halafil kadib dedi. O'zining narsasini, matasini yolg'on qasam bilan sotadigan inson dedi. Masalan bir narsani 10 ko'yga olgan bo'lsa, mana bu inson menga pul lozim bo'lib qoldi. Men shuni 15 ko'yga olgan edim. Shu olgan o'z puliga bermoqchiman. Menga yordam qilinglar, mush narsamni olib qo'yinglar deb, vaholanki 10 ko'yga olgan edi. Ammo 15 ko'y deb da'vo qilib, Allohni o'rtaga qo'yib, yolg'ondan qasam ichib setyapti. Mana bundaq, mana shu 3 toifadagi insonlarga Alloh taolo qiyomat kuni rahmat nazari bilan qaramaydi dedi. Demak bu toifadagi insonlar Allohning g'azabiga yo'liqida aziz qarindoshlar. Allah hammamizni mana bundaq insonlar toifasidan bo'lishidan Allohning o'zi asrasin aziz qarindoshlar. Payg'ambar alayhisolamning hadislaridan birida yana mundaq deydi. Salasatun la yadkhulunal jannata dedi. 3 turlik insonlar bor, bular jannatga kirmaydi dedi. Birinchisi ota-onasini qaqshatgan inson dedi. Ota-onasini qaqshatgan inson jannatga kirmaydi, toki ota-onasini rozi qilmaguncha. Ikkinchisi haroqkash inson jannatga kirmaydi dedi Payg'ambar alayhisalom. Yana umri davomida haroq ichib, haroq bilan o'tib ketgan inson, haroqkash. Yana haroqdan uzoq tura olmaydigan, har doim hayoti haroqqa bog'langan inson jannatga kirmaydi dedim. Bu hadisning ham 3-chisida al-mannan dedi, qilgan yaxshiligini minnat qiladigan inson jannatga kirmaydi deydi aziz qarindoshlar. Shuning uchun mana bundaq darslardan biz ibrat olmag'imiz lozim. Kunlarning birida Payg'ambar alayhisalom sahobalarga aytdi ekanki, sizlar qilgan yaxshiliklarni minnat qilishdan saqlaninglar dedi. Sahobalarga xitob qilib aytdi ekanki, ey sahobalarim, sizlar qilgan yaxshiliklarni minnat qilishdan saqlaninglar.
Yana hech qachon qilgan yaxshiliklarni minnat qilmanglar dedi. Chunki minnat qilish yubtil shukra dedi. Shukrni yo'qqa chiqarib o'tadi dedi. Va yamhaqul ajra, savobni ketkizib qo'yadi bu narsa dedi. Qilgan savobni, vaholanki biz bir insonga yaxshilikni qildik, Allohdan savob olaman deb yaxshilikni qilib bo'lib, bu insonningki yaxshilik qilganligimizni balkim u insonning o'ziga dedik, men senga yaxshilik qilgan edim, anda qilgan edim, manda qilgan edim deb yoki boshqalarga qilib berdik. Mana bunday narsani qilish orqali biz uningga qilgan savobdan mahrum bo'lib qolamiz aziz qarindoshlar. Mana bu hadisni aytgandan keyin payg'ambar alayhisalom Alloh taolaning yuqoridagi oyatini tilovat qildi. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ey iymon keltirgan mu'minlar, qilayotgan sadaqa ihsoninglarni minnat qilish va ana shu insonga aziyat yetkazish bilan bekor qilayotmanglar dedi. Bekor qilayotmanglar dedi. Shuning uchun aziz qarindoshlar, bu narsaga biz bakmo diqqat qilishimiz lozim. Minglagan, millionlagan pullarni biz sadaqa ihson qilishimiz mumkin, ammo qilib bo'lgandan keyin biz buningga minnat qiladigan bo'lsak, yoki afsus nadomat qiladigan bo'lsak, buningki ajrini biz Alloh taoladan ololmay qolamiz aziz qarindoshlar. Ibn Sarin bir kishining yana bir kishiga sana men andaq yaxshilik qildim, undaq qildim, mundaq qildim deb jo'ravatganligini anglab İbn Sarin aytdiki, uskut fala khayra fil ma'rufin iza uhsiya dedi. Jimbogin, valaxshimig'in, undaq yaxshilik qildim, bundaq yaxshilik qildim deb mundaq davamigin. Chunki sanagan yaxshiliklarda hech qanday bir xayr yo'q. Sanab o'tgan mana bundaq yaxshiliklarda hech qanday savob yo'q qarindoshim. Agar sen qilgan yaxshiliklarni bunda sanaydigan bo'lsang, sen Alloh taolaning ajridan, savobidan, mukofotidan mahrum qilishing mumkin. Shuning uchun bundaq gaplarni qilmag'in deb tavsiya qilgan ekan. İmam Shafiy rahmatulloh alayhi aytdikanki, minnat qilguvchining dillarga yetkazadigan aziyati yurakka sanchilgan nayzidanmi yamanroqdir degan ekan. Minnat qilguvchining dillarga yetkazadigan aziyati yurakka sanchilgan nayzidanmi yamanroqdir degan ekan. Haqiqatan to'g'ri aziz qarindoshlar. Bir insonga bir yaxshilikni qilib qo'yib, aqsdan u insonning dilini og'ritadigan bo'lsak, u insonga aziyat beradigan bo'lsak, bu bakmi qiyin ishdir. Shuning uchun dil azoridan Xudo bezor dedi. Bir insonning diliga azor berib qo'yadigan bo'lsak, biz Allohning rahmatidan uzoq bo'lib qolishimiz mumkin. Shuning uchun Alloh taolo hammamizni islomda, iymonda, hidoyatda sabit qadam qilsin. Biz faqat va faqat boshqalarga yaxshilik qiladigan insonlar toifasidan bo'laylik, solihlardan bo'laylik, muttaqiylardan bo'laylik, Allohning yo'lida mangadigan haqiqiy mu'min musulmonlardan bo'laylik. Bizdan faqat va faqat mana bu hayoti dunyoda yaxshilik qolsin aziz qarindoshlar. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل
لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي